Imkoniyati cheklangan emas, imkoniyati cheksiz yoshlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Viloyat hokimi Xayrullo Bozorov VoiceUp 2026 inklyuziv yoshlar oromgohi hududiy bosqichi ishtirokchilari bilan muloqot qildi. Uchrashuv davomida yoshlar oromgohda tashkil etilgan tadbirlar, o'tkazilgan mahorat darslari va loyihalar taqdimoti haqida ma'lumotlar berishdi. Shahar va tumanlardan kelgan 16 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan 50 nafar ishtirokchi 6 ta yo'nalishda o'z loyihalarini taqdim etdi. Yoshlar o'zaro tajriba almashish imkoniyatiga ega bo'lib, oromgohdagi tadbirlar ular uchun katta ilhom manbai bo'lganini ta'kidlashdi. Qo'qon shahrida 9-maxsus maktab internatidan keldim. VoiceUp loyihasida qatnashdim. Birinchi marta lagerga kelishim va birinchi marta loyihada qatnashishim. Imkoniyati cheklangan o'quvchi yoshlar, sport sohasi va ilm-fan sohasi bo'yicha yutuqqa erishgan o'quvchi yoshlarni ijtimoiy tarmoq orqali jamiyatga ko'rsatish va tanitish loyihasi bo'yicha qatnashdim. Bu oromgohga kelib yangi do'stlar orttirdim, qaysidir ma'noda hayotiy tajribalarim oshdi deb o'ylayman. Hokim bilan bo'lib o'tgan suhbatda men o'zim uchun motivatsiya oldim. Biz imkoniyati cheklangan yoshlar uchun ko'rsatilayotgan o'sha e'tibor uchun davlatimiz rahbariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Viloyat hokimimiz yoshlar bilan suhbatlashayotgan paytlarida barcha yoshlarni ko'zi chaqnab turibdi. Barcha yoshlar prezidentimizni bizga berayotgan imkoniyatlardan ruhlangan holatda yangi loyihalarni amalga oshirishmoqchi. Shaxsan biz ham o'z loyihalarimizni amalga oshirmoqchimiz. VoiceUp fikringni ber. Bu barcha Farg'ona viloyati yoshlarining ichidan chiqayotgan bir g'oyalarini, fikrlarini, barcha ezgu niyatlarini eshita olgan va amaliyotda qo'llash uchun yordam berayotgan bir katta loyiha hisoblanadi. Bu loyiha bizga do'stona muhit, ajoyib do'stlarni hamda mana shu 3-4 kunlik ajoyib unutilmas zavqli kunlarni berdi. Uchrashuv davomida ishtirokchilar viloyat hokimini o'z tashabbus va g'oyalari bilan tanishtirdi. Volontyorlik harakatini rivojlantirish, ko'zi ojiz va eshitish yoki nutqida nuqsoni bo'lgan shaxslar uchun ijtimoiy moslashuv mobil ilovalarini yaratish, imkoniyati cheklanganlar uchun dizayn va tikuvchilik yo'nalishidagi loyihalarni amalga oshirish kabi takliflar ilgari surildi. Men bugun viloyat hokimimiz bilan uchrashuvga keldim. Uchrashuvda viloyat hokimimiz bilan suhbatda o'zimni oromgohdagi loyiham bilan tanishtirdim. Loyiham zaif eshituvchilar hamda gapiradigan insonlar o'rtasida muloqotni o'rnatish. Bankka borganimizda, bolnitsalarga borganimizda bizga qiyinchiliklar uchraydi. Mana shu qiyinchiliklarni yo'qotish maqsadida mobil ilova, kompyuter ilovalari o'ylab topyapmiz. Bu bizni imo ishoramizni harf hamda ovoz ko'rinishiga o'girib beradi. Gapiradigan insonlarning ovozi hamda harf ko'rinishidagi gaplarini bizga imo ishoraga o'girib beradi. Mana shu loyiha bilan tanishtirdim. Bu loyiha bilan respublikada qatnashib, birinchi o'rinda olishni xohlayman va jamiyatimizda zaif eshituvchilar hamda gapiruvchilar o'rtasidagi to'siqni yo'qotmoqchiman. Bu loyihamga viloyat hokimimiz munosabati meni xursand qildi. Ularga rahmat aytaman. 10 yoshimdan beri ezgulik yo'lida volontyorman. Farg'onamiz yoshlari uchun mana volontyorlik faoliyatida 7 yildan buyon volontyor ekanman. Bu darajadagi imkoniyatlar prezidentimiz tashabbuslari bilan, viloyat hokimimiz ularni ijro etishlari bilan juda ham keng olib borilmoqda va Farg'ona viloyati uchun milliy erkin volontyorlik harakatini tashkil etishni tashabbusini olg'a surdimda va ular menga men sizlarga ishonaman, albatta buni sizlar qila olasizlar. Juda ham katta ishonch bildirdilar. Biz bu ishonchlarni oqlagan holatda muhtaram prezidentimizning tashabbuslariga tayyormiz biz yoshlar degan holatda Farg'ona yoshlari mana bunday loyihalarda albatta faol qatnashamiz. Albatta buni ta'kidlab o'tishim kerak. Viloyat hokimimiz bilan biz bilan bo'lgan suhbat ham aynan bizni nihol qilib oladigan bo'lsak, ular bizga xuddi suv quygandek o'zlarini motivatsiyalarini berib, bir nihollarni o'stirdilar desam mubolag'a bo'lmaydi bugun. Viloyat rahbari yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bildirdi va imkoniyati cheklangan yoshlar ham o'z qobiliyatlarini namoyon etishi, salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishi uchun barcha zarur sharoitlar yaratish muhimligini ta'kidladi. Yoshlar kunida viloyat hokimi bilan bugun uchrashdik va o'zimizni takliflarimizni berib o'tdik. Bulardan biri prezidentimiz tashabbuslari bilan Toshkent shahrida Islom sivilizatsiya markazi ochilgan va ana o'sha markazga mana shu VoiceUp komandamiz bilan va qolaversa Farg'onamizdagi faol yoshlar bilan birgalikda ana o'sha markazga
sayohat, ya'ni o'sha ekskursiya tashkillashni so'radik va bunga samimiy ohangda hokimimiz qabul qilishdi. Bizning mana shu tashabbusimiz qo'llab-quvvatlandi. Buning uchun men juda ham xursandman. Viloyat hokimimizga rahmatimni aytib qolaman. Yoshlar uchun yaratilgan imkoniyatlar o'z samarasini bermoqda. Muloqot davomida iqtidorli qizlardan biri Shukriyoxon Amerikadagi nufuzli universitetlardan biriga o'qishga qabul qilinganini ma'lum qildi. Ushbu yutuq nafaqat uning shaxsiy mehnati, balki viloyatdagi yoshlarning rivojlanishiga yaratilgan imkoniyatlar natijasidir. Yaqindagina University of Washington dunyoning top universitetlaridan biriga o'qishga kirdim va bugun Farg'ona viloyati hokimi bilan suhbat jarayonida o'z xursandchiligimni bo'lishdim va ular mendan ham ko'p xursand bo'lishdi. Viza jarayonlari va o'qishga ketish yo'lida moliyaviy qiyinchiliklarga uchrayotgandim va buni viloyat hokimimizga aytdim va ular meni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini aytdi. Buning uchun viloyat hokimimizga minnatdorchiligimni bildiraman va kelajakda Farg'onani dunyoga tanitaman. Uchrashuv yakunida ishtirokchilar kelgusida respublika bosqichida ham muvaffaqiyatli natijalar ko'rsatishga intilishlarini bildirdi. Viloyat hokimi esa mutasaddi rahbarlarga yoshlar tomonidan ilgari surilgan taklif va tashabbuslarni amalga oshirish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berdi. Shu tarzda VoiceUp 2026 inklyuziv yoshlar oromgohi yoshlarning ijtimoiy faolligi va ijodiy salohiyatini yanada rivojlantirishga xizmat qiladigan muhim voqeaga aylandi.